Bu videoda biza dahshatli Darknet saytiga kirib, o'sha qotil klonlarni yana chaqirib ko'ramiz. Video boshlanishidan oldin men sizlarga bundan oldingi qismda bo'lgan voqealarni eslatib o'tmoqchiman. Biz yana o'sha dahshatli Darknet saytiga kirib, qotil klonni chaqirdik. Lekin u klon o'rniga biza chaqirmagan klon kirib keldi. Va u klonning ismi Isabella. Va bizani hayron qoldirgan narsa, Isabellaning qo'lida Chico'ni ayiqchasi ham bor edi. Keyin esa biz mana shu ayiqchani olishga juda ham qattiq harakat qildik. Lekin Isabella bizga umuman u ayiqchani bermasdan Gambitni klonga aylantira boshladi. Va keyin esa biz Isabellani tutish uchun tuzoq yasadik va shu paytda podoldan Goblinni topib oldik. Va Goblin esa bizga hamma klonlar qo'rqadigan qizil boshchanoqni berdi. Va biz tuzoqqa tushmagan Isabellani shu boshchanoq yordamida qiynadik. Va keyin esa endi hammasi joyiga tushdi deganimizda, bizning tuzog'imizga umuman yangi klon tushib qoldi. Va bu klon kim? Qanaqadir qonli bo'ldi. Yaxshi. Onaka. Darknet 6-qism. Klonlarni boshlig'ining o'g'li Pumba. Kim bu Maqsud? Shunda bizga birdaniga ikkita klon hujum qilyaptimi? Qara, hozir bu yerda ikkita klon emas. Birinchisi Goblin, Podol deydi. Keyin mana bu qiz klon. Yig'lab bilmayman, balkim hozir uydadir, balkim tashqarida. Chunki hali svet yondan yo'q. Uchinchisi mana bu keldi. Qanaqadir. Mana qara. Ko'rdingmi sen o'zi kadrni? Da. Mana qara. Semiz. Bu aniq klon emasmi? Qaysi? Saytdan chaqirdik Semiz. Ismi cho'chqamidi, nima edi? Pumba edi, Pumba. Stop. U klon chaqirilmadi-ku bizga. Qanaqasi keladi? Mojid biza chaqirganimizdan keyin endi kelgandir. Men bu qiz bola klonni biza chaqirmagandik-ku. Stop, bitta tundim nechta? 3 ta klonmi? Bu nima bu? Eng qizig'i bo'lmasa do'stlar qaranglar, bu уже Darknet'ning keyingi qismi, ya'ni Darknet 6-qism bo'layotgan bo'ladi. Va agarda sizlar Darknet 6-qismni ko'rish boshlayotgan bo'lsangiz, hoziroq like knopkasi bosib tashlaylik. Chunki sizlar ko'rib turgan aynan mana shu videodan menga 101 mingta like kerak. Va shundan keyin yana Darknet'ning keyingi qismi chiqadi va ikkinchi shart esa hoziroq obuna bo'lishingiz kerak. Agarda sizlar mana shu videodan menga YP'ngi sveji 22 mingta yangi obuna olib kelsanglar, men sizlarga Darknet'ning keyingi shartini bajaraman. Shuning uchun albatta o'rtoqlar hoziroq like bosing, obuna bo'ling. Sizlar qachon like bosganinglarni va obuna bo'lganinglarni menda statistika ko'rsatadi. Shuning uchun ham aynan hozir qilsanglar, men aytganimni qolsalar yo'q shuni bilib olaman. Shuning uchun aytganini qilinglar va endi bo'lmasam bo'ldi. Qara. Endi hozir vaziyatga seriozni qarash kerak. Maqsud, qara. Gambit oxirgi marta ko'rganimda pastda ko'zi oqargan edi, to'g'rimi? Da. Xo'p, ilk qiz bola klon ancha yig'layapti va qarasak o'sha yo'q edi, to'g'rimi? Undan keyin gupur bo'ldi. Kameradan qaradik. Mana shu Semiz ismi Pumba degan klon keldi. Endi nima qilamiz? Mana hozir olsam, eng qizig'i u hozir uyi ichida. Eng qizig'i chimadan ham pastda. Brat, kim? Kim bu? Ben. Sup, kim? Ben tashlab keturlaring mana shunaqa, xo'p? Brat, ana u Semiz klon bilan birga kelib olgan Gambit. Gambitdagi aniq sizmisiz? Ha. Bilan hozir yuzini ham ko'ra olmaymiz. Tashqaridan kameramiz yo'q, bilan. Voy, bilak, zo'r narsa bor menda. Ochgin ishingni. Nima? O'yinchoq menda, jigar. Stop, o'yinchoq otdi. Voy, aytgan shoshma o'yinchoq bilan otaverdi ham. Ko'zni ko'rsin. Все. Hop, kiring, tez kiring. Buni kulmen. Aqaraga. Bu mayli, bu pastiga kim? Men bilmayman, siz chaqirgansiz. Bilet siz emas, okey, biz boy chaqirdik. Sirasdan unga urib o'tdi. Mana Gambit deganini qaranglar, hardan kayfiyati zo'r. Mana jigar qara. Men aytdim, qildim. Mana masalan, what the hell? O'yinchoq sanga mana. Hop, qarang, hop. Shunda bu o'yinchoqcha nimadir chiqish kerakmi? Men bu o'yinchoq o'tgan sari yoruvdim, to'g'rimi? Mana shoshmang, mana yirtilgan joy turibdi. Mana yirtilgan o'yinchoqchi nimadir bor. Aytilgan narsa shu? Da. Yo'q. Ko'zmi? Sassiq lekin mana bunaqa narsa. Nima bu? Teshigi ham bor ekan, bu bo'yinga osadigan anaqa manimcha bundan osib qo'yib. Bundan turadi. Hop, nima qilamiz buni? Balki kitobda yordam so'rab ko'rarmiz. Mojid kitob yana bizga mana shunaqa vaziyatlarda yordam berar. Hop, bu qarang, men hozir tushunmayman, bu qanaqadir bu yeydigan narsaga ham o'xshayapti. Qurt emasmi bu? Tipo balkim yeyish kerakdir. Ishlab ko'rchi. Bet. Mana shu Isabella. Ismini baland qirdi, balkim kelib qolmasin. Hop, ana. Ana, aytdim-ku. Stop. Hop. Pastda bu haqida yozib qo'yibdi. Buni o'qiymiz. Bu shunchaki tosh emas, balki sehrni kesadigan tosh. Buni klonlarda bo'ladigan suyuqlik bilan qo'shsang ish beradi. Hop, qara, hop. Demak, bu qanaqadir muhim tosh. Hop, bu nimaga kerak o'zi tegi? Bu sizni to'g'rilash uchun kerak, bilasiz. Qo'rqitib o'rsan jigar. Ya aka,
Hop, qaysi klonda suv bor ekan endi? Shoshmaylik. Pastdan bu klon hozir bizning tuzog'imizda, to'g'rimi? Mana shu yerdan foydalanib tezroq chiqib olaylik bo'lmasa ani. Hozir o'sha suyuqligim yo'qligi dotdi. Qara lekin, bu katta semiz-ku klon. Shuning uchun ham bitida tashlanamizda, tap olamiz. Cho'ntagida ham qayerdadir o'zi bilan bo'ladi, tushundingizmi? Tez harakat qilsa ulgurmaydi, qilguncha. Ketdingmi, day? Bitta duq bilan. Yo'q! Ketdik. Videoni xuddi mana shu joyda sizlarga juda ham muhim bir savol bermoqchiman. Tasavvur qilinglar. Sizlar Omonxonsizlar, ya'ni men. Va sizlarning oldingizda faqatgina ikkitagina yo'l bor. Birinchisi bu YouTube videolarini yanada ko'paytirib, tezroq o'zim orzu qilgan millionlab obunachilarga erishish. Ikkinchisi esa men yoshligimdan kinolarda ko'rgan va borishni orzu qilgan davlatlarimga tezroq borish, ya'ni sayohat qilish. Qaysi birini tanlagan bo'lardinglar? Va to'g'risi aytsam do'stlar, men hozir juda ham qattiq sayohat qilgim kelyapti. Yevropaga borgim kelyapti, Parijni ko'rgim kelyapti, Rimga borgim kelyapti. Lekin hozircha men mana shunaqa YouTube videolarini portlatib, sizlarning kayfiyatingizni ko'tarish va sizlarga har xil emotsiyalar berish bilan ovoraman. Va aytgancha, agarda sizlar yaqin kunlarda sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, albatta aviabiletlarni aviasales.uz dan xarid qilinglar. Chunki aviasales.uz da biletlar juda ham arzon va kassadan tezroq. Va bilasizlarmi, nafaqat aviasales.uz dan aviabiletlarni, balkim bemalol o'sha borgan davlatingizdan mehmonxonalarni ham bron qilsangiz bo'ladi. Shuning uchun ham aviasales.uz dan foydalaninglar. Men esa yana mana shu YouTube videoga qaytaman. Ketdik bo'lmasam. Yo'q-ku. Men bundan chiqib ketganda-ya. Gambit aka chiqarib yubordingizmi siz? Yo'q. Chiqarib olmadingizmi? Aytganim yo'q. Bular bo'lmasa hozir uyga yashamagan bo'lsa-chi? Bo'lsa uyga qarovlaysan bu yoqqa. Do'stlar, bu klon xohlagan joyda bo'lishi mumkin. Yo'q, hech kim yo'q. Tom bu yoqda-chi? Hozir Tashlanib qolsa ehtiyot bo'ling, brat. hech kim yo'q bu yerda ham. Okey, omon tepada bo'lsa, demak, значит, tepani qariydi o'zi. Ilish eshitiladi-ku. Menimcha tashqariga shu qochib ketgan klon. Xo'sh, do'stlar, qaranglar. Xuddi shu payt men hozir bitta ish qilmoqchiman. Men to'g'risini aytsam, Gambitga ishonmayman umuman. Ayniqsa hozir ham Gambit kelyapti-da. Voy, tosh topib oldim. O'yinchoq nimadir qoldim debdi. Men ishonmayman. Shu men o'ylashim bo'yicha Zibellani o'zi Gambitga o'yinchog'i bergan. Ha? Mana shunaqa deb o'ylayman. Shuning uchun ham men kitob bilan o'yinchog'i Gambitga ko'rsatmasam boshlab berkitaman. Mabodo agar Gambit klon bo'lib qolsa ham bizni sotolmaydi. Shuning uchun ham Gambit aka sizga ishonmayman. Xafa bo'lmang. Berkitaylik. Qo'rqib ketdim. Uni semizligini ko'rdingizmi? Biz kamerada ko'rsak semiz. Unda qaprikol, qara. Ishiga qarang. Brat, Ishiga qarang. Ha? Ko'zga tashlamaydi, to'g'rimi? O'ylashim bo'yicha tualetdan hech kim kitob qidirmaydi. Все, yopib qo'yamiz. Ana endi esa bolalarga ataylab ko'rsatib, chimadan bekitaman. Oh! brat. Dag'ga Eshikda kimdir qarab turibdi. Menimcha yana qiz bola klon keldi. Nima? Gambit aka o'zingiz gaplashing u bilan. Siz yaxshi Ya kelishasiz. bu qiz bolami? Qaranglar, bolalar. Chiqmang, brat. Ey, kim bu? Boshi klon bu. Ey, qiz chimadanga qarabdi. Xullas, bolalar qaranglar, bolalar. Gambitga yo'q keling, tez keling. Qaranglar, bolalar. Xullas, chimadani mana shu berkitamiz Gambitga. Tushundingizmi? Pastga qo'yib qo'y, bundoq qilib. Ha, shu. Faqat iltimos chimadan shotan hech kim sotmaydi. Yop derazani. Qani? Shu. Yo'q o'zi. Ko'rinmayapti. Nima qani? Yo'q, qolmamchi. Yo'q, ko'rmayapti. Ketgandir, chiqaylik tashqariga. Shoshma. Bu o'sha klon o'zi aniq. Xo'sh. Ey, mana kim o'chirib qo'ydi? Tegmaylik, iltimos. O'zi qorong'i hamma yoq. Mana. Ada. Mana shu klon. Birga bir. Mana buni ko'raylik. Yuzini oldingizmi siz? Ha, oldim. Faqat oynani orqasidan. Qani ko'raylik kadrni. Qattan o'z do'sti, ana o'ynamizni xuddi biz. Derazani taqillatyapti u. Qarang. Qatta u? Mashina og'ziga yotdimi? Da, o'sha yerda. Qatta? Men ko'rmayman. Voy! Yo'q. Brat. Kattaligini qaragin buni, ha? Kattaligini qara. Mana tushaylik. Bu klon Pumba 35 ta natijasi bor ekan. 35 ta. Bu eng ko'pi bu. Qaysi klon 35 ta odamni yo'q qilib yuborgan Bu bilasizmi? eng yaxshisi. Bundan yaxshisi bo'lmaydi menimcha. Hop, endi nima qilamiz? Kimda qanaqa g'oya bor? Har doimgidek kontakt qilish bizga yordam bergan, gapga solib ko'rish. Qiz bilan ham boya shunaqa bo'ldi. Gaplashgandan keyin hamma narsa yavnilashdi. Rahmat. Hech kim yo'q? Yo'q. Shu. Bo'ldi, Chiqing Gambit aka. Brat. Mana shu yerda o'tirib turing, o'zingizlar boringlar. Shoshma, nima bu? Men qo'rqaman. Tez chiqaylik. Qayoqqa o'tib ketdi? Bu yoqqa o'tib ketdi, bu yoqqa. Bunaqasiga. Nima bo'pti? Kim qotdi? Davay yaqinlashaylik-chi. Menimcha goblinni o'ldirishga keldi. Qanaqa goblin u? Bizlar uyga kirmoqchi bo'ldi.
Ol. Qani? Ol. Nima qilyapti bu? Ey, kimsan? Yo'g'imma yo'q, brat. Nima qilyapti? Yo'q bilyam. Ey, sen ham chemodonni olib ketmoqchimisan bizdan? Yo'g'imma yo'q. Nima? Semizligini qarang buni. Ya baxshi lekin semiz ekan. Cho'chqami bu? Nima qilyapti? Ha? Brat. Ay bilan! Ay! Qori yeshik yopdim. Boltasi bilan bizani chopib o'rmoqchi bo'ldi-yu bu. Lut. Yutqizdilaring deydimi, ha? Bu bizani izdivatsiya qilyapti bu bor. Yutqizdilaring dedi, ichim shuvullab ketdi. Hop. Biziga nima? Ana. Nima? Ana! Oliyli kadrga. Ey! Derasan yo'q. Brat. Ching. Bolajonlar. Kimsan ey? Ey, menga qara. Yo'qmi, yo'q. Sendagi bolajonlarichi qirsillatib siyib oyoq qo'llarichi sindirib o'ldirgim keladi. Bilasan, qulog'imga shunaqa yoqadiki. Brat. Ket yordam, iltimos. Ey! Menga qarashmay otam meni ushlab o'tirgan edi. Endi hech kim yo'q. Yolg'izmiz. Katta otam deydi. Kim u otang? Katta odam shu qanaqa ota ekan? Otam o'zi sizlarni topadi. Otang? Siz nimaga kelamiz unga? Men chemadanga keldim. Sen? Chemodan. Bizni chiqarib yuboring, prosetlar. Otang omon ekan. Qarab turman. Meni boltam Gambit aka. Boltamda. Boltasi? Bolta qanaqa? Yo'qmi yo'q. Mana suyuqlik. Suyuqlik ko'rding? Suyuqlikni ko'rsataman. Amki kirish kerak. Bular boshqa joyi yo'q. Do'stlar, xullas men hozir mana shkafga kirib oldim. Xullas, bular juda tor lekin. Bu paytda bolalar tashqariga qarab qochib ketishdi va hovlidagi hojatxonaga yashirinib olishdi. Haydi, bolakayı topamiz. Hoş geldin. Kimdir ki attı? Tuk. Öldüm hele. Bittasi bo'lmasa, ikkitasi bor. Bittasi bo'lmasa, ikkitasi bor. Ey. Do'stlar, nima bu? Shu qo'y. Yo'q, hech kim yo'q. Do'stlar, shu qo'rqib ketaman. Darsi nima qilish kerakligini tushunmayman. U qanaqasiga derazadan kirib keldi bu yoqqa. Eng qiziq hozir operatorga kamerani berish kerak. Ko'rinmasa qayoqqa ketdi? Do'stlar, bu klon meni tashlab ko'chaga chiqib ketdi. Eng qizig'i, bolalar ko'chada yordam berish kerak. Boltasini ko'rdingizmi? Bu bizlardan nima holatda? Bizani yomon adrenalin bo'ldi. Bolalar qani? Qani? Yashin. Qara. Bekimaca bo'lsa, bekimaca. Nega tutmasam yomon bo'ladi, bolakay. Men tushunmayman nima qilish.
Bolani oldiga to'rtta nimadir qilish kerak hozir. Boltasi bilan sindirib kir. Hech kim yo'q bu yoqda. Ket. Işte çalışını qara. Ha, qo'rqtaligini qara. Yo'q. Ey! Mana kitoblandi. Mana semiz ke? Semiz? Ha? Men o'zing bilmaysanmi semizligini? Xalas qorimiz. Bu вообще g'alati klonmi? Nima bu? Qara, nima qotdi bu? Jag'i chiqdi. Hech seni. Men tushunmayman nima qilish kerakligini. Ketdi yana. Bolni oldi ketdi yana. Bolni tashqariga qo'yib ketdi, yordam bera olmayman. Bila shunda mantidagi suyuqlikni olsa, Ha, da. kesalar ichinglar bo'yicha ishlar hamma bo'ladi. Yo'q, omanaga chalg'itdi. Qutulib qoldik, brat. Prosta hozir ketib olsa bo'ldi. Kamidagi! Kitob o'tish kerak, shu. Ketdik. Kitob buzuk, kitob! Mana shu kitobni senga kerak bo'lgan narsa. Shu kitob bo'la olsam yo'q qilaman. Gambit aka! Brat! Brat, o'zingizdamisiz? Gambit aka? Mahvotsiz bu yerda. Salom! Omon aka! Omon aka! Omon aka! Bundan boshlab sen mening shogirdimsan. Yuraman. Omon aka! Brat, klon kelyapti, oching! O'rtoqlar, bu klon men bitdan kirgandim, men mashinaga kirib olaman. Qoch! Yo'qol! Yo'qol! Gambit aka! Yo'q. O'rtoqlar! Omon aka! Omon aka! Ya. Omon aka? Nima? Bilan! Brat, hazillashyapsizmi? Nima qildi? Ma, qara, ko'zing bor-ku. Nima bu, bilet? O'qi. Bu oddiy klon emas. Nima bo'ldi? Burnim qonib ketdimi? Bot buni qaranglar. Men bu klon-ku bu, Pumba. Eng vahshiy klon. Agarda u seni topgan bo'lsa, demak, yaqinlaringni oxirgi marta ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Suv yo'q, bilet. Matib svet yo'qligiga suv yo'q. U avval yaqinlaringni, keyin seni o'ldiradi. Hey! Gambit qani? Gambit yana ko'zi oqarib ketdi. Men bu klon bilan meni tutishga yordamlashmoqchi bo'lib yuribdi. Maqsud qara, bizdan nima ketsa ham, qanaqa qurbonlik bo'lsa ham, biz ertalabgacha ham Gambitni normal yo'lga qaytarishimiz kerak. Bo'lmasa yana yangi klon chaqirishga to'g'ri keladi. Eng qizig'i, Goblinning reaksiyasini ko'rdingmi? Gambitni bittida klon dedi. Bu klon! Qattan bu? Bu demak o'sha Gambit rostdan ham haqiqiy klonga aylanib qoldi. Xullas do'stlar, hoziroq like bosib tashlang. Shuncha harakat qilamiz. Gambitdan klonga ketdi. Albatta 101 ta like va 22 mingta yangi obunachi kerak. Shuning uchun obuna ham bo'linglar. 4 million bo'linglar. Bular bu yana keldi. Nima holati bu? Qanaqa do'stsanlar? Yaqin do'stingni ko'chaga tashlab qo'yishga uyalmaysanlarmi? Yaqin do'stimni ko'chaga tashlab qo'yish? Ha, hozir chiqsak akamiz bizani bir mayib qilsalar. Shogird. Shogird dedi. Ol. Kim o? Gambitani. Ye? Noqotda Gambitni. Yo'q. Ye? Yuzi. Hey! Qo'yvor Gambitni. Hey! Bu do'stlar Gambitni. Klon qotdan qara. Yo'q. Gambit etgan chiqib ketdi qoldi. Brat, qochinglar, tepaga yuring. Shoshma. Xuddi shu paytda stop do'stlar. Chunki men sizlarga juda ham muhim bir yangilikni aytib o'tmoqchiman. 3 million obunachiga erishganimiz munosabati bilan katta bir fan встреча qildik. Va bu fan встречаga juda ham ko'p obunachilarim kela olmasdan yana bir marta bo'lsin deyshgandi. Va shunaqa obunachilarimga zo'r yangiligim bor. Bu yilda Anhor parki 10 yoshga to'ladi va shu munosabati bilan 8 va 9 avgust kunlari juda ham katta tadbir tashkil qilinadi. Va bu kunlari yuzlab muzqaymoqlar va juda ham ko'plab sovg'alar bo'ladi. Va 8 avgust kuni Benom guruhi sizlarning oldingizda qo'shiq aytishga keladi va
nafaqat bu, balkim aynan men obunachalarim uchun 8-avgust kuni soat rovno 19:00 da shaxsan men yana bir kichik muxlislarim bilan uchrashuvni, ya'ni fan встречani tashkil qilib, bu safar muxlislarimga juda ham ko'plab sovg'alarni bermoqchiman. Va bu fan встречada nafaqat men, balkim Komol aka bilan birga bo'ladilar. Ya'ni Komol Qahhorov ham bu fan встречаga keladi. 9-avgustda esa Amurxon Umarovning haqiqiy musiqalmoq partiyasi bo'ladi. Va bu musiqalmoq partiyada Munisa Rizayeva, Shahriyor kabi mashhur xonandalar o'z xoshlarini sizlar uchun ijro qilishadi va Anhor Parkning 10 yoshiga bag'ishlangan ajoyib bir multfilm ham sizlarga namoyish etiladi. Agarda mana shu 8 va 9-avgust kunlari bo'sh bo'lsanglar, albatta Anhor Parkga kelinglar, chunki bu yerda faqatgina bayram bo'ladi. Va eng muhimi 8-avgust. Chunki 8-avgust soat 19:00 da men va jigarim Komol Qahhorov bilan birga ko'rishamiz. Va endi bo'lmasam yana o'sha dahshatli klonning oldiga qaytamiz. Nima qilsa bo'ladi? Nima qilsa bo'ladi? Eng qizig'i Gambitni bu yerga umuman kirgizmaslik kerak. Uni ko'rdingizmi? Ko'zi oqar yotibdi. Kitobni qattaligini agar aytib bersa, vashcha biza tamom bo'lamiz, brat. Qara. Shoshma, xoma qilmaymiz. Bizning esimizda, что bizada ikki klon o'yinchoqdan chiqqan o'yinchoq bor. Xo'p, biz bu o'yinchoqqa klonni ko'rgan qora qanotdan idishda suyuqlik bor. O'shani qo'shganimizda kitob etish bo'yicha Gambit tuzalish kerak. Ya'ni o'sha narsani Gambit tomorqa bossaki o'zi olib yursa tuzalish kerak, to'g'rimi? Da. Всё, bo'lmasa shunaqa qilaylik. Brat, umuman bizani eshitgani yo'q-ku, ko'rdingiz-ku, yuziga klon qizil bo'yoqlar chizib tashab, Gambit brat desam umuman bizga tarafga qaytib kelmayapti, brat. Klonga eshik ochib berganicha ikkalamiz berkinib turganimda. Lekin qara. Gambit seni hech urdimi? Yo'q. Senga qarshilik qilmadi-ya? Da, yo'q, unaqa qilgani yo'q. Xuddi bir manekendek bo'lib qolgan bo'lsa, pus ko'tarib uyga olib kirib qo'yinglar, hatto qo'ldan bog'lab qo'yamiz. Pumba yuribdi oldida, qanaqa buni olib kiramiz? Gambit kim boshqaryapti? Pumba? Всё, Pumbaga nima kerak? Kitob kerak. Всё, bo'lmasa Gambitga ham demak kitob kerak. Ha, da. Bo'lmasa, просто kitob beramiz deymiz, bo'ldi, Gambitga kiradi, yurishga qo'lini qayramiz, chunki qarshilik qilmayapti. Ko'tarib chiqib, o'sha o'tgan sari bog'lamagan joyimizga bog'laymiz Gambit. Tushundingmi? Boshqa versiya yo'q hozir. Davay, let's go, shunaqa Tez qilamiz. yugurib ishlash kerak, Maqsud. Ketdik. Va biz klon bilan Gambitni qidirayotganimizda basseynning oldida Gambitni bitta o'zi turganini ko'rib qoldik. Brat, Gambit. Blet, ishlamayapti. Gambit aka? Seleksiya qilmayapti Gambit aka. Brat, klon. Ana, o'tiribdi. Всё. E'tibor beryapti. Gambitga ko'tar, o'rta olish kerak. E'tibor bering, kim? Nima? Nima? Chemodan bizada yo'q. Ha? Kim? Gambit chimadan. Gambit chimadan qatarning bilish. Chemodanni? Nimasi yo'qlik? La! Ey, menga qara. Gambit ketdi. Qayoqga? To'xtang, Gambit. Nima? To'xtat, Gambit. Qoch. Yo'li yo'q. Necha jirkanchisan? Menga qaralaring. Semizligini Nimadanni olaman? Otam oldiga olib boraman. Otam mendan faxrlanadi. Otam mendan faxrlanadi. Ana undan keyin senlarni birin-ketin yo'q qilaman. Gambit. Sabir. Chemodanni olib chiq. Sen jirkanch odam ekansan. Tushundingmi? Maylar odam ekansan. Qoch, kirgiz bizani. Yo, omon aka. Buyoqqa Maqsud, buyoqqa kirdirmaydi. Brat. Nima chiqdi? Nima? Yo'ma-yo. Gambit. Gambit aka! Sotqin! Yo'ma-yo. Chimadan olib kelib. Brat. Bizani shunaqa tupoy deb o'yladingmi, kitob ichida turadi? Men kitob bilan o'yinchog'i Gambitga ko'rsatmasam boshlab berkitaman. Mabodo agar Gambit klon bo'lib qolsa ham bizni sotolmaydi. Shuning uchun ham Gambit aka sizga ishonmayman. Xafa bo'lmang. Ha? Ko'zga tashlamaydi, to'g'rimi? Kitob shunchalik oddiy topaman deb o'yladingmi? Ana o'yinchoq qo'ysana. Qani? Kiyapti, brat. Goblin yo'qmi? Qara, goblin mashta bo'lyapman. Yo'q. Goblin qo'rqib ketdim. Qanaqa? Senlarni yo'q qilaman. Brat. Hamma yo'qim shunaqa o'rotdi. Bizani yo'q qilaman deyotibdim men. Oy, bo'ldi, ketdi, chiqib qo'yib sani. Eshik ushlab tur. Mana kalti ham yo'q.
Ey, ko'plik masjidda paydo bo'lmaganmidi? Da, masjid edi. Ha, bizga yana yordam kerak hozir. Ay, qo'lim. Ani ketdimi bu? Ovozi chiqmayapti, brat, mamchi ketdi. Yo'qmi, yo'q. Uyga eshigi ochiq edi, to'g'rimi? Uyga kirib ketgan menimcha. Bo'yi men buni yeb o'tirganmidi? Tabakana bilan. Mana qarab, qanaqadir qo'lli bolti. Tezroq ketish kerak. Nima? Bitta ke. Choshma chimadan oldin hozirga bitta olib kiramiz. Tezlash kirish kerak. Mana Eshik yopib qo'y. Maqsud gamit olib kirish kerak, lekin klon qani? uyga kirib olmaganmi? Yo, qoching, oman aka. Yo'qmi, yo'q. Stop, gamit aka. Gamit. Oman aka, qoching, kelyapti bu. Qara. Mana klon uy eshik tagida turibdi lekin. Nima qilamiz? Qara, hozir bunday qilamiz. Menga ba'mi kamerani berdi. Sen gamit ishga olib qo'y. Men hozir chalg'itaman uni, tushundingmi? Bo'ldi, brat, davay. Voy, yugur, bor. Chalg'iting. Voy, kitob kerakmi senga? Men bilan qattalaydi. Yaxki, ha? Gambit aka. Aka, beraman senga kitobni. Do'stim qo'rqitaman. Hop, ke. Davay, Maqsud tezlash. Gambit aka. Bu kitobni kim qo'ydi? Voy, bular qo'shib kelib qoldi, qo'shdim. Oman aka, tezroq keling. Kirish kerak. Ha, mana klon, ha? Kitob ichkarida yaxshilab qidiring. Rostdan kitob ichkarida. Gambit etdi, mammas. Ichkariga kirib ketdi. Lekin do'stlar, otam deb detskiga o'xshab gapirdi. Chiqdi. Aldoqcha do'tdi mana. Do'stlar, nimaga bu klonlar hammasi bunaqa sodda? Hozir biz kitobxonadan shonda kirib ketdi. Demak, bular hammasi qalban yosh bolalar. Ishonsizlar? Gambit aka nima bo'ldi? O'lib qoldimi? Ko'zi ham yumuq. Shoshma. Yo, yuragi urib nafsotdi. Brat, hozir bizda yana prям yomon vaziyatga duch keldik. Daydi kitobni mana qilib ko'raylik, ochib ko'raylik, balki yana nimadir bordir. Ya qara, kitob hamma gapini aytib bo'ldi. Kitob bu klon haqida aytdi, hammasini aytdi. Bu nima deydi hozir kitob? Balki klonni qanaqa qilib yengishimizni aytar. Bu darajada oson emasdir. Day ko'raylikchi. Hop, chiq deymamiz. Gambit shu qoldiramiz. Bo'ldi, eshik qulf-ku. Bilan nimagadir ko'nglim xashmani. Bo'ldi, gambit chiqaradi. Maqsud qani? Maqsud! O'rtoqlar, Omon aka kitobni olgungacha men bitta to'rni yechib turaman. Bu to'rni yechib oldim. Endi Omon akani oldiga chiqaman. Hop, mana pumba bu. Do'stlar, men bitta pumba deb uzun nodir yozib chiqibdi. Bu yerda nima deyapti hozir? Pumba bolaligidan hamma uni semizligi uchun kamsitib ustidan kulardi. Uni hech kim tushunmas, faqat rad etardi. Kunlarni birida shaharga kelgan sirli sirkning boshlig'i klonni ko'chada topib olib o'ziga o'g'il qilib asrab oladi. Boshliq uni ichida yig'ilib qolgan alam va g'azabni ko'rib, uni o'zini qorong'u jamiyatga olib kiradi va asta-sekin shafqatsiz qotil klonga aylantiradi. Mana gap qayoqda? Demak, u shuchi odamlarni yomon ko'radi. Ha! Eshikda qaro. Kim u? Maqsud? Man. Da, ot to'rni oldim. Nimaga olding? Bu kerak bo'ladi bizga. Endi nimaga kerak bo'ladi? Qo'yishdi. Bu yoqqa nokir. Mana qara. Nima? Qara, nima deyapti? Bu klon yoshligida semiz bo'lgani uchun hamma uni ustidan kulgan ekan, tushunsanmi? Shuning uchun ham bu hamma bolalar yomon ko'rar ekan. Pastda biz birinchi ot bu klonni ko'rganmiz, ovqatlanib o'tirdi-da. Ha, da. Esan? Da. Boshda bizga parvo qildi, bizga kulib qaradi. Ovqat undoq qildi, to'g'rimi? Keyin san semiz deding, men semiz ustidan kuldim. O'shandan jahl chiqdi. Demak, buni yoshligida hamma ustidan kulgan. Shuning uchun ham bu odamni yomon ko'rib qo'ygan. Просто kimdir ustidan kulgani uchun u odamlarni prям shafqatsizlash, qiynash adolatdan emas-ku. Xo'p, mana qara, davomini qara. Pumba yengi otasining mehrini qozonish va odamlardan o'ch olish uchun uning eng ishonchli va eng jirkanch klonlardan biriga aylanadi. Yo'qmi, yo'q.
Hop, qara. Mana shu joyda nafaqat biz, balkim obunachilar ham aqlini ishlatadigan joy. Va mana shu joyda o'ylash kerak, qara. Bitta bolani yoshligida hamma semiz ustidan kulgan va shuning uchun u hammadan ajralib qolgan. Qanaqadir sirli sirk xo'jayini, ya'ni hamma u deb gapirayotgan odam. Menimcha o'shalar klonlar boshlig'i. O'sha odam bularni hammasini mana shunaqa vahshiy klonga aylantirgan. Chunki bularda odamlarga nisbatan nafrat bor. Hop, lekin bu ota mana faxrlanadi dedi boya. Bu otasiga vahshiy kerak emas-ku bu. Bu просто otasi uchun qurol-ku bu. Kimni ko'rgansan o'g'lini mana shunaqa vahshiy odam qilganini. Bu oddiy masxara bo'l, shunaqa aqlli deb o'ylaysizmi shu narsani tushunadigan, brat? Bu men tushunmaydi. Hop, просто oddiy narsani tushunmagani uchun chiqib turib hammaga bir jirkanchlik ish qilish kerak emas-ku. Xo'p, bunda nima qilamiz hozir? Hop, qara. Mana shu kitob uchun bo'pti, xalos, to'g'rimi? Menga kitob beraman. Yo'q. Men beraman o'sha kitobni. Men ketdim. Belgilab o'tirmashdi. Men hozir buni ko'rsatib qo'yaman. Shu kitobning hammasiga sababchi. Kitob bo'lsa kitob. Va shuncha mehnatga do'stlar, hoziroq like bosib qo'yinglar. 101 ming like va 22 ming tanga obunachi kerak. Va keyin biz qani Gamit aka mana. Gamit akani tuzatamiz. Amal, aningni bo'lsam eshik ochamiz. Pumba qani? Qani? O? Mana. Mana yotishini qaranglar mana. Keldingmi? Mana kitob kerakmi senga? Kitobni ber menga. Menga ber kitobni. Ota mendan faxrlanadi. Yo'q. Mana suvga tashlagan kitob. Yo'q, unaqa qilma. Iltimos unaqa qilma, kitobni menga ber. Yaqinlashma, to'xta, suvga tashlayman domla. Iltimos unaqa qilma. Suvga tashlayman o'z kitob. Ota mendan faxrlanadi. Iltimos shu kitobni menga ber. Ey, qanaqa ota? Ey, sen shuncha ota deb, mana. Unaqa qilma. Ha, nozik joying bor ekan-ku. Kitobni menga ber, otamniga bering. Otam mendan faxrlanadi. Sen shuncha ota deyapsan. Sendan shu kitob olib borsang, otang rostdan ham sendan faxrlanib o'ylaysan, ha? Mendan faxrlanadi. Albatta mendan faxrlanadi. Ber shu kitobni. Hamma men ustimdan kuladi, semiz deb. Kitobni ber, otamga olib borib beray. Aslida sen qo'rqoqsan. Sen odam ustidan kulishdan qo'rqasan. Otang sendan mana shunaqa kitob uchun voz kechib ketishdan qo'rqasan. Ey, otang seni bir marta bo'lsa ham o'g'lim deganmi o'zi? U meni otam, bitta shu otam bor. Otamdan boshqa hech kimim yo'q. Menga shu kitobni ber, otamga olib borib beray. Iltimos. Qani boyga quturayotgan klon? O'zi qanaqadir yig'loq klonga aylanib qoldi-ku? Iltimos, menga shu kitobni ber. Kitob uchun ekan hammasi, ha? Ota. Yaqinlashma. Suyuni qaytarib ber. Bilasanmi, odamlar mana shunday kulardi. Semiz deb. Endi men ularning ustidan kulaman, tushundingmi? Men ularning ustidan kulaman. Do'stlar, men tushunmayman, bu klon nima bo'lib qoldi? Maqsud! Tashi! Maqsud! Qoch! Kitob ol! Bu o'rnashib qoldi bu. Yo'q, ushlaman buni. Do'stlar, nimaga klon oxirida bunaqa yig'loq bo'lib qoldi? Dadam o'lmadi dedi o'zi ham. Shoshma, mana o'sha suyuqlik. Xo'p, qara, buni bu yoqqa qo'yamiz. Endi shoshma. Endi nima qilamiz? Ushlaman buni, ushla. Nima? Yo'q. Yordam berma. Hamma narsa tugadi deb o'yladingmi? Nima? Hali tugagani yo'q, tushundingmi? Endi boshlandi, tushundingmi? Hammalarga otam ko'rsatib qo'yadi. Tushundingmi? Shoshma. Kitob. Suyuqlagan menda. Gambit. Tursiz bilet. Nima deganini eshitdingmi? Hammasi tugagani yo'q, hali endi boshlanadi dedi. Uyga kirib keldim, qo'rqib ketdim men. Shoshma. Bu yoqqa qani tepadan qaraylik, qani? Qani? Yo'q, shoshma. Hech qayerda yo'q. Derazadan kirmoqchi emasmi? Yo'q, derazadan kirmoqchi bo'lsa kirardi u. Esingda bo'lsa qara. Kobra ham shunaqa gapirgandi, ketishdan oldin, ha? Men sizlarga harakat qildim, ana endi yomon bo'ladi. U keldi, debdi. Bu ham xuddi shunaqa otam keladi, debdi. Hammalarga otam ko'rsatib qo'yadi. Shu tushunmayman, nima qilish kerakligini. Sevitan yonmayapti. Nima bu klonlar otasi shunda bittami?
Tashqarida so'z yo'q. Tashqarida so'z yo'q. Men qo'rqib ketdim. Men yuragim olib chiqib tug'irotdi. To'g'risi Maqsud, mana Darknet temasini yopamiz bo'ldi. Olmaymiz, menga вообще kerak emas. Menga вообще kerak emas, bilet. Menga ham bu narsa yoqmayapti. No, lekin Gambit hali bizni qutqarishimiz kerak. Sardor ham hali umuman topilgani yo'q. Xo'p, davom ettiramiz. Lekin qolganicha biz o'zimizchi. Tushunsanmi? Men buni qaramanmi? Kelgan klublarni qaragan. Boshda oddiygina yig'lab turgan klublar. Menimcha, bular psix, bular sog' emas. Boshda qara quladi. Svit yondi. O't. Shunda klon ketdimi? Bilmayman, men klon bunaqa bo'lmaydi lekin. Yo'q, mana. Faqatgina mana setga qoldi. Klon yo'q. Da, yo'q. Oh, qara. Svet yondi, klon. Kim? Gambit. Shoshma. Yo'q, yuzini. Все, hop, ko'z normalniy. Ya, shoshma, yaqin kelmang, brat. Yaqin kelmang. Uni uxlatib qo'ydingmi? Prikин ko'zim ochib tepaga qarab yotibman. Nima bo'ldi? Svet keldi, все нормально, все easy-da. Klon ko'rmadingizmi? Yo'q, hammasi yaxshimi? Qarang. Qashalik nima bo'lyapti? Klon yuzingizga chizdi. Yo'q, qarang, siz polni серьезный Gambit aka. Hech bir inson yondosmi hozir? Chimidandan olib chiqib berganingizni eslamaysizmi? Xohlaganini gapiryaptim mollar. Har doim shunaqa deysiz. Nima bo'ldi? Videoni ko'rsangiz bilasiz aka. Shoshma. Qarang, Maqsud Gambit ekan klonga aylanishdan oldin hozir. Oldin Gambit aka siz tushing pastga. Qani boy o'yinchoq. Tushing, Maqsud tushing pastga. Hop, mana mash oyoqcha edi. Mana oyoqchamchi degan mana shu narsa edi bizga kerak. Siz bilasizmi, klonni shogirdi bo'ldingiz. Qaramdi. Da. Tualetda turgan paytimizda bor-ku, meni urib uxlatib qo'yding. Sen yoki omon. Siz naborot eshikni ochib berdingiz unga. Men hech narsa qilganim yo'q. Keyin gaplashamiz, nima bo'tgan. Mana buni qaraysiz. Qarang, biz klonni mana suyuqlikni oldik va kitob yozilgan edi. Oyoqchamchidan chiqqan narsaga suyuqlikni aralashtirsang, bizga kerak narsa paydo bo'lar ekan. Ya'ni bu narsani mana bu narsa qo'riqlaydimi? Xolos bilmaymanlarga. Ishlatib ko'rish kerak. Keling. Nima bu? Nasmi bu? Hidlab ko'ring-chi. Hop. Shuni qo'ysam bo'ldimi? Balkim, maybe. Maybe mush. Oh. Ay bila. Voy, qo'lim sassidi lekin. Hamma bo'ldi, keling bu yoqqa chiqinglar. Hop, qaranglar mana, hop. Gambitga tushayman buni. Tushing. Iltimos Gambitga umuman mashina qo'yib yubormang. Va eng qizig'i biz dashi bilmaymiz bu narsa rostdan ishlaydimi yo'qmi. Lekin Goblin va kitob bizga shunaqa dedi. Bilasizmi, o'zi bugun umuman nechta klon keldi? 2ta. 3ta. Goblin bor edi podolda, eslasizmi? Siz bilan 4ta bo'ladi. Opona. Siz rostdan ishonay eslolmaysiz Gambit aka. Yana, agarda siz menga ishonmasangiz mana qarang. Mana buni esingizmi? Ha, buni bilaman. Mana bunichi? Qo'lingizda turibdi. Da. Hop. Mana bunichi? Ha, boyanaqada arqonda belanib yotgan edi. Shundan keyin pastda yoq-yoq baqirib qo'rqitib yurdi, tualetga qochib kirib ketdim deydi. Hop, keyinchi? Keyin meni urib uxlatib qo'yding. Mani aytayapti-da, birinchi sen uxlatib qo'yding tualetda deyapti. Men unaqa qilganim yo'q, o'zi eshik ochib berdi. No, momenti bundoq svet o'chib yonganday bo'lib. Ya qarang, Gambit aka, yana yolg'on gapirayotganday bo'lsa, to'g'risini ayting, to'g'risini nima bo'pti? To'g'risini ayting. Men qayerdan bilay? Hop, men urushga chiqa olmayman. Hop, mana. Mana shu Goblin haqidagi narsalar va stop. Shoshma, bu boy bormidi? Yo'q, bu yo'q edi. Maqsud, sen yozmayapsanmi? Meni tanitmayapsanmi? Yo'q, men tekkani yo'q, brat. Uni juda qattiq jahli chiqdi. Endi navbat unga. Qochib qutulib bo'lmaydi. Yaxshi! Nima xursand bo'ldinglar Gambitga bu narsaga? Adrenalin olyapmiz, zo'r bo'lyapti hammasi. Goblin aytgandi, Gambitga ishonmanglar deb. O'zi ishonmaslik kerak Gambitga. Men bilmayman. Yoningdagi odamga ishonasanmi yo sen levi odamga ishonasanmi degan? Xullas, man kitob chemodanga solib tashlab Maqsud. Xullas, do'stlar, umuman nima qilish kerakligini tushunmayman. Men umrimda bunaqa vaziyatga tushmagan va bilmayman bunaqa vaziyatda nima qilish kerak. Sizlar o'zingizlar fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar, nima qilishimiz mumkin, qanaqa variantimiz bor. O'ylashimcha biz Gambitni tuzatdik, lekin hali sinab ko'rganimiz yo'q. Keyingi seriyada sinab ko'ramiz. Lekin men bir kechada bittagina klon bilan yurganmiz shuncha paytgacha. Bu safar 3 ta Gambit bilan kerak bizga 4 ta klon keldi va men to'g'risi qo'rqaman o'sha. To'g'risi bor, sen oldingda haqiqat gapirganman. O'zimdan nima qilaman? Biram jasur bilan machon yasab. Rostdan qo'rqaman. Shuning uchun ham men Darknetni tugatmoqchiman. Darknet 6 ta qism, 6 ta legendarniy qism. Hammaga rahmat katta aktivlar uchun. Agarda Darknet dengiz chiqishini xohlasanglar, o'sha gap do'stlar, like 101 ming like, 22 ming obuna kerak. Obuna bosinglar albatta, chunki bu kanalda mo'shni obuna kerak. Va balkim qaytasi aktiv berayotgan shungina davom etamiz. Shuning uchun aytdim do'stlar, aktiv beringlar. Darknet
7-chi qism bo'ladimi yo'qmi? Hammasi sizlarga bog'liq. Men hech kimga ishonishimni bilmayman. Maqsudga ishonsam, Maqsud o'dirotdi, Gambitga ishonsam, ko'rasizlar qanaqa xuddi yolg'on gapirayotgandek gapirotdi, xuddi o'lib topayotgandek gapirotdi. Nuvotgan bo'lsa ham menga juda ham qiziq bo'lyapti. Dal shu bu narsa davom etishini xohlayman. Chunki adrenalin, yangi narsalarni ishqiboziman. Tak что nima bo'lsa ham 7-chi qism, 8-chi qism и так далее ketishini xohlayman. Uning uchun sizlar поддержка qilib turishinglar kerak. Podpiskaga kanalni qo'yib qo'yinglar. Aylanay. Agar Darkentning qismi bo'lishni xohlasanglar, просто like bosinglar, obuna bo'linglar va Sardorni ham kerak bo'lsa qutqaramiz. Va yangi qismi chiqadi. Va bu esa sizlarga Darkent 6-chi qism. Video tugadi. Agarda siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga 7 sonni yozib qoldiring. Va biz esa tezroq shu sonni olishga harakat qilamiz. Va mana bu yerda esa yana bir yangi videom turibdi. Hozir o'tib ko'ring.